Assalamualaikum. Qadrli kitap anglash topidagi ustozlar, hammanglarningki bir haftalik kitap anglash kayfidan bugun hadiqonlar chiqqanda inshaalloh. Ma'u endi kitobni o'qiyapmiz. Endi savollar tug'ilyotdi nurg'uncha. Kallamizda ba'zi savollarga javob topgan bo'lishimiz mumkin. Endi bu kitobni yozgan odammi Kamil Tursun efendim üvetdeyna aşu Federik'teki adam aşu şu videodaki başka Özbekler bilen İngilizce kılgan demiler varken tok interview sohbetler için ularni şu Uygur çıkartlık kılıp çıkırıp koygan ben. Umubek bilimlik edemken endi ma'lum ben hazır ivetken bir ömürni qandaq yaşaymiz seni. Bir ömür nasıl yaşanır? Bu İlber Ortaylı degan adam, belkim tanıysizlar. İlber Ortaylı danlıq Türkolog alim, tarixçi alim buçu. Bu adam Germaniya tug'ulup keyin o'zininki nimasini maktablarini shu İstanbulda o'qib keyin nurg'un sayohat yetakchisi bo'lib, undan keyin oliy maktab o'qish jarayonida nurg'un chet el tilini o'rganib, tarix o'rganib, undan keyin nurg'un yerda ishlab, universitetlarda ishlab, undan keyin shu Topqapı Sarıyev Osmonlininki qasanlar Turkiyaga kelgan bo'lsanglar, o'sha Sultan Ahmet Jamining qarshisida Ayasofya bor. Ayasofiyaning oq tarafida şu Osman Türk imperiyasininki dunyoni so'g'an poytaxt, İstanbulning poytaxtnikin tiki orda saray şu. Ondan keyin keyingi 3 xalifa keyin o yerni ko'chab 1880-yildan keyin ko'chab ketdimi? Ko'chab Dolmabaqchi degan sarayni silib, nurg'un qazilib, nima dedim, Fransiyadan bulamdi, boshqa yerdan elibchi, qazilarni elib şu sarayını salaman deb nurg'un qaziga bo'g'ilab, shuning bilan iqtisodiy bo'hron yuz berib, qaziga qo'lab, ashundoq vayron bo'lib ketgan degan gaplar bor, hamda u boshqa bir tema. Bu İlber Ortaylı shu Topqapı Sarayınınki müdürü bo'lib, o bir muzeyniki müdürü hamdichu. Müdürü bo'lib, ashundoq ishlagan adam, keyin o başka birisi bo'ldi müdüriyəgichi. Jiq narsalarni, jiq yerlarni ko'rgan, jiq tarix o'qigan, jiq o'quvchi yetishtirgan, endi hozirgi Turkiya degan birinchi numrliq olimlar qatoridan sanaladigan adam. Buningki boshqa tek deymiz. Yine başka televizyon programları var. Fatih Altaylı degan dağınlıq jurnalist var, shular bilan qilgan. Nəhayət söhbətlərim yaxşı. Özünün bu yazğan kitabı buçu. Yani bir ömrünü qandaq yaşayımız degan bu asli bu şeyden bilan ep bağlan söhbətni kitaplaştırıp çıqırıqlıq kim bunu başqalar şu söhbət ep bağlandan keyin kitaplaştırıp neşriyatda bu kitapdan qazınıb kitiglik. Onda başqa yazğan kitaplarım var bu adamның. Hem Avrupa'nı yaxşı biladi, hem hazır bizim şu ders öğrenip məlumatqan Orta Asiyanınki tarixim pishiq, Paris tilliq deb o'tdi meni bayatınçu. Ne çok ne yaxşı deb ötəatımız. Paris tilliq. Kamil Tursun efendim yaxşı deb birdi bunuchu. Parislar emas, Paris tilliq. Şu Parisçe til şu çağda moda bo'lib ekan. Şu tilni öğrenip, yani Arap tilini öğrenip, yani Uygurlarınki alim sanılgan adamlar şu medrese nimesine yetişip mi qilgan, xalqning orasida e'tibor qilishga adamdan to'liroqi hem Paris tilga, hem Arap tilga pishiq bo'lish kerak ekanchu. Şuğaldı bu Orta Asya'da yaşıganlar şu tilini işletip onun bilan ijod etib bağlanımdı. Şu kitaplarına şu tilde yazgan.
keyin masalan Navoiy deymiz, unga o'xshash hamda o'ziniki ana tiliga bo'lgan söygüsüdün ondan keyin shunday divanlarni yozgan olimlarimiz jiq endi uchun uzun gapning qisqasi bu İlber Ortaylı degan adam hozir 70 yoshga kiydimiki bak bilimlik odam hamda mushu odamninki nima qilgan bilan ep bo'lgan suhbatninki xotirasi bu birisi bu kitobni ovozli kitob qilib qo'yalo to'g'riga men uni ilib YouTube'dan o'zimniki shu tadbiriyay kanaliga chiqarib qo'ydim 6 soat ketadi deyman buni anglash uchunchi başdan ayak o xotni nechaga sep men Spotify'ga chiqarib qo'ydim anglasanglar bo'ladi Orta Osiyoga sayohat kelmoqchi bo'lsanglar masalanchu yoki dunyoning nega borsam sayohatga borsam nelarni ko'rishim kerak qanday yerga sayohatga qanday berishim qanday tayyorlik qilishim kerak qaysi tarixlarga oid nimalarni nerdan yaxshi ko'ralayman masalan Yevropaga kelaman desa Yevropadagi qaysi davlatda yaxshi tarixiy asar aytqilar bor deganga o'xshash nurg'un narsalarga savollarga javob berdi bu tarixni yaxshi bilsak undan keyin u sayohatga borgan muzeylardagi asar aytqilarning ma'nosini tushuna olamiz uninki o chog'da bizga uniki bir qimmat bo'ladi-ku bo'lmasa shu bir ayağını görürüz. Kişiden neresi kendimiz, kimden ayağı bu ayağının tarihi ya olmasa o tam resimlerinin tarihi olan bilmesek o bir resimdeki göz aldığımız ütep gidiyordu. Onu silmenden yaxşı bilisler. Ama şundan düşündürdü. Onun için insan ömrüde nimalarni qilish kerak, qanday tayyorliklarni qilib qanday narsani o'rganish kerak, undan qancha yoshdan qancha yoshgacha nima qilish kerak degandekchi bunday narsani deydi hamda balki buni sizlar bilasizlar lekin bu olimninki hayotidan chiqargan bir yakunni tajribalarini o'rtaga qo'yganlik men buni anglash jarayonida ham Turkiyani yaxshi tushundim. Bu adam belki dinchi adam emas buchu, tarixchi adam. Milletçi adamçı. Uygurlarni yaxshi ko'rdi. Hatta Ürümchiga bag'isi bor ekan, men ömrümni baramaydigan o'xshayman deb bukunyapti. Hatta shu ishlar yuz berishdan burun bir göç dalgısı deydi, bir kuch to'lqiniga uchraydi. Uygurlar ashyadan chiqib Turkiyaga kelishi mumkin. Ondan keyin Uygurlar kültürel savaş veriyor deydi. Yani özününki kültürü medeniyetini saqlab qilish uchun kurash qilyapti, jihad qilyapti, shunda deb shu gapni qilib deganimda-chi. Ham Uyg'urlarniki tarixini bek obdan biladi, madaniyatlik insonlar ekanligini biladimchi. Hem o'zimizni tushunishga, hem Türkiye, hem Orta Asya, Avrupa, Amerika, G'arb bularni silishtirib, o'shalarning ko'zi orqali ma'lum bir nimani bilimga ega bo'lishimizga foydasi bor degan maqsadda hozirgi Turkiyaga bor tanqidiy nazar bilan qaraydi. Burunqi olimlar qanday olimlar deb ularchi? Ular nimishqa chiqargan? Hozir nimishqa yo'q bularchi? Turkiya shunday taraqqiy qildi degan bilan Turkiya vayron bo'lib ketganlik bu jihatlardanchi, burunqi seviye yo'qolib ketganligicha. Şuna bunun sebebi nima? Muşular to'g'riliq so'zlaydimchi. Şuna mushu kitobni anglash jarayonida taxini bir ishga bu kitob davom qilishi mumkin. Kitobni tushunishimizga nihoyat yaxshi foydasi bor. Kitobda ismi chiqqan yerlar to'g'riliqmi jiq ma'lumotlarni berdi bu odam. Hem insanlarınki sayahat qilish uchun hamda haqiqatan g'arb davlatlarida, Amerikada, boshqa yerlarda yashagan insonlar bo'lgandan keyin chuqur ta'tilga chiqishinglar mumkin. Qanday yerga berib qayerni ko'rma, shu sayohat planinglarni tuzishga bo'lsa shu foydasi bor. Degan maqsadda yo'lladi. Xohlasanglar mashinada ketib berib, tinsanglar bo'ladi. Xotni 2 ga solsanglarmi, 5 ga solsanglarmi, salalaydi. Salalaysiz hozir bu. Nima deychi? Spotify'da
Şu yollap qo'ydan paylanib qilishingdan umid qilma. Nima qilamsa xo'sh, Allohga emanet.